بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله حمدا لا إله إلا الله وصل على محمد وآله وصحبه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetlik Müslüman kıyırındaşlarımız, Allah Teala'nın salamı sizlerge bolsun. Allah Teala öz terbiyesi ve rahmeti bilen Müslümanlarını alahide doğru yol ve sağlam fikri ve sağlam terbiyeden yetiştiriş üçün 12 ayının biri boğan ve en komandan asası yadrosu boğan Ramazan ayını Müslümanlarını doğru boğan haqiqatga özgertiş üçün bizge farz kılıp belgilegen. Allah Teala bu doğruluk Kur'an-ı Kerim'de mundaq degen: Estaizu billah, bismillah. Kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun. Sizlarga Ramazan iyida roza tutish farz qilindi. Sizlardan burunqi ummatga farz qilingandek. La'allakum tattaqun. Takvadar buluşunlar üçün. Takvadarlık emriyetini icra kılışınlar üçün dep Allah Subhanahu ve Teala manumuş ayette bizge Ramazan'ını farz kıldı ve farz kılışının sebebini la'allakum tattaqun degen muşu bir cümle ayeti kelimesi bilen alahide ifade edildi. Şunun için kıyırındaşlarımız, biz hazır Ramazan iyi turatımız, muşu Ramazan ayı içinde roza tutuş arkalık özümüzde özgertiş ilip biriş ve uygunuş elip biriş arkalık özümüzni hakiki muşu ayette Allah nişan kılgan takvadarlıkını hiç sürelesek hakiki Ramazan'ın meyvesiga, neticesiga erişken bulumuz. Bizning tövendeki dersikimiz muşunu ifadeleş bilen buludu. Bu Ramazan'ın faziletleri doğruluk Peygamber Aleyhisselam mundaq degen: Men sâme Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembih. Her qandaq bir adam Ramazan ayida Allah Teala'ga işengenliktin ve savap ümit kılganlıktin roza tutsa, o adamga ilgiri günahı kechirim qilindi. Yani ilgiri ötken günahının hemmisi şu adamның Allah Teala'ga hakiki işinip roza tutqanlıktan kechirim qilindi dedi. Yine Peygamber Aleyhisselam mundaq dedi: Ramazan ve Kur'an kıyamet gündüsü Müslüman bendige şefaat kılıdı. Yani Peygamber Aleyhisselam mundaq degen: Rad kılınmaydigan 3 dua var. Birincisi atının kılgan duası. İkincisi rozadarının kılgan duası. Üçüncüsü musafirinin kılgan duası. Yani Peygamber Aleyhisselam mundaq degen: Allah yolunda bir gün roza tutsa, Allah o kişinin yüzünü dövzaktan 70 yıllık yirak kıldı.
Demek, mana bu yuqorqisi payg'ambar alayhissalatu vassalamning bizga mushu Ramazonning fazilati va hurmat to'g'riliq va ulug'liq to'g'riliq va tutqanlarning erishadigan savobi va ajri to'g'riliq bergan aniq xabarlari. Demek, bu Ramazonning Qur'on va hadisda kelgan fazilati shundoq ulug'. Mushu Ramazondan bo'lgan maqsadni Alloh taolo la'allakum tattaqun degan. Ya'ni sizlar mushu ro'z tutish orqali taqvodorlikqa erishishinglar maqsad qilingan degan. Biz taqvodorlikqa erishmoqchi bo'lsak, biz erishmoqchi bo'lgan taqvodorlikningki birinchisi nima? Birinchisi ixlosmanlik. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam bir odam ro'z tutib yolg'on so'zni va yolg'on so'zga amal qilishni tashlamasa, Alloh taolaning o kishining tamoq va ichimlikni tashlayotganiga hayt yo'q. Ya'ni Alloh bu kishiga ajr bermaydi degan ma'noni bildirgan. Bu ifodani payg'ambar alayhisalom bizga so'zlagan. Demak, ro'zdan bo'lgan maqsad faqat bir kun o'zimizda ojizlikni oshkor qilish emas, Alloh taolo oldida Allah Ramazonda yemaslikka yoki biz ayollar bilan bo'lgan munosabatda o'zimizni saqlab qilishga buyurgan ishlar qilish bilan emas, balki mushu Ramazonning talabi haqiqiy ma'nosi biz o'zimizni tarbiyalash. Ya'ni yolg'on so'z, yolg'on iddia, yolg'on aqida, yolg'on fikri, yolg'on har qanday bir so'z va har qanday bir yetakchilikka agashmasligimiz, qabul qilmasligimiz lozimligini bizga o'rgatdi. Undaq bo'lgan ekan, dinsizlik yolg'on iddia emasmi? Kommunizm yolg'on iddia emasmi? Shirk va bid'at yolg'on iddia emasmi? Nifoqlik, xoinlik Alloh taolani va uning payg'ambari Muhammad alayhisolatu vasallamning bizga tushirgan vahiy ilohisiga amal qilmay, Alloh taolani aldash, payg'ambar alayhisolatu vasallamning bizni qoldirgan hidoyatlarini amal qilmay dinni oshkora ko'rinishimizda islomni oshkora qilib qo'yib, mohiyatdan musulmonlarni aldash, buning hammasi aldamchilik emasmi? Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimdagi "Va minan nasi man yaqulu amanna billahi va bil yawmil akhir va ma hum bimu'minin." İnsanlar işidin Alloh taolaga oxirat kunisiga iymon aytdik deydiganlar bor. Ig'izida iymon aytdik deydi. Va ma hum bimu'minin. Haqiqatda ular haqiqiy mu'min emas. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Ular Allah ve Allah'a işengen müminlerini aldırmakçı buludu. Yani ağızda aytqan Allah var, Peygamber aleyhisselam Allah'ın sözü din to'g'ri degan gaplarni oshkora qilish bilan aldırmakçı buludu. Fakat ular o'zini aldaydi. Yani ular Allah Taola'nın hidoyatidan quruq qilib Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның tushirgan Alloh taoladan atkelgan vahiylarga amal qilishdan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның hidoyatiga agishdan quruq qilib o'zini aldaydi. Bu aldamchilikning zini ularning o'ziga bo'ladi. Bu dunyo oxirat ular shu aldamchilikning zini tatidi deb Alloh subhanahu va taolo mush oyatda alohida ogohlantirish orqali bizni ro'zidan bo'lgan maqsad yolg'on so'z, yolg'on fikrlar, yolg'on iddialar, yolg'on tushunchalarga aldanmasligimizga, agashmasligimizga alohida ogohlantirgan. Demak, biz bir oy ro'z tutish orqali xalqaro va dunyo va bo'libmi biz yashayotgan Uyg'ur musulmonlari jamiyatidagi dinsizlarning, kofirlarning har turli
İslamdan azdırıdığan yalgan fikirleri ve iddialarını kabul kılıştın biz özümüzni saqlab qılalısak Allah Taala'nın körsətmesi Kur'an hadisinin yolu doğru bolğan İslami fikirni özümüzde barpa qılalısak andın biz bu Ramazan ayının natija qazangan bo'lamiz. Ramazanға kirgan vaqtida biz musulmon Allohga ishondik deb ro'za tutib gündüzleri Allah Taala'nın bizni ko'rayotganligini his qilganligimiz, e'tiqod qilganligimizdan yemek içmekni tashlab, kechalari tarovih namozlarini o'qib, qadr kechisini kutib olish uchun kech kunduz Allah Taala'nın qadr kechisiga erishtirishga, bo'libmi Allah Taala'nın mag'firatiga erishtirishga va erishishimizga kech kunduz tama qilib yurib, ammo iddimizni, fikrimizni, düşüncemizni yalgan dinsizlik yoki yalgan fikri yoki yalgan har qandaq o'ydurma shirik bid'at aqidlardan paklay olmay Ramazan oyini chiqarsak yoki Ramazan oyidan keyin Ramazan oyi ketgan hamallam biz yana shirik, kufri, bid'at, yalgan iddialarning keynidan kirib ketsak mana bu bizning Ramazandan to'liq foyda olmaganligimizni uqtirdi. Shuning uchun Alloh taolo la'allakum tattaqun Ramazan tutishga asosiy maqsad sizlar Alloh taolo cheklagan shirik e'tiqodlardan va cheklagan ishlardan va yolg'onchilikdan o'zinglarni saqlash uchun bu Ramazan farz qilindi dedi. Undaqda Ramazan tutishimizdagi eng muhim asas, eng muhim bizga Alloh taolo tarafdan belgilangan haqiqat zodir nima? Bu ro'zdagi muhim haqiqatdan birisi qanoat. Alloh taolo Qur'oni Karimda dedi. Estaizu billah. Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. Allah Taala Talut bilan Jalutning qissida bizga so'zlab shunda dediki, Talut qo'shinlari bilan jang maydoniga chiqqan vaqtida dediki, haqiqatan Allah sizlarni bir o'stan bilan sinaydi. Bu o'stanning suyidan ishgan odam menga agashmaydi va bu o'stanning suyini taom qilib ishgan odammi menga agashmaydi. Faqat bu o'stanning suyidan qo'li bilan o'shlaplam ishgan adam bana erişdi dedi. Şunun bilan bu yerga chiqqan jangchi kishilardan, musulmonlar jangchilaridan bu suning ishidan, bu sudan, bu o'stanning suyidan hammasi işte, lekin az kishilar Talut qo'mondonning ko'rsatkani bo'yicha o'shlaplam az ishdi. Qolganlari qong'ichi ishdi. Şunun bilan bu jangga faqat shu suni qo'mondonga bo'ysunib az ishgan guruh jangga chiqishga layoqatli bo'ldi. Bular bilan bu jangni qilib, oxirisida bular g'alabaga erishdi. Alloh taolo yana shu oyatning oxirisida kam min fi'atin qalilatin g'alabat fi'atan kathira to'la az guruhdan bah ko'p guruhlarga g'olib keldi. Allohning izni bilan g'olib keldi. Allah sabr qilishlar bilan billa dedi. Demak, bu yerda bizga shuni bildirdiki, biz Uyg'ur musulmonlari va barliq dunyo musulmonlar bo'libmi Uyg'ur musulmonlari biz qanoatchan bir ummatga aylanib har qandaq bir ko'ngilning keyniga kirib ketadigan, mal dunyoga birilib ketadigan
mundaq ummatdan bo'lmasdan Allah bergan ixtisotni, fan texnikini, kuch-quvvatni, energiyani, ilmni hammasini Allah rizoligi uchun musulmon ummatimizning, bo'libmi Uyg'ur musulmonlarining taraqqiyoti, dunyo oxirat g'alabasi uchun ishlatalisak, xuddi payg'ambar alayhisolamning sahobalari ularning qo'lida ixtisotning oz bo'lib qilishi, ularning mol dunyoni yoki ixtisotni tepishqa ya to'plashqa ega bo'lmaganlikdan emas, balki Allah bergan ixtisotni Allah yo'lda chiqim qilganligidan. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz biz barliq izitqilardan, azg'unlikdan, ham shundaqla hozir biz turayotgan xo'rliq va ojizlikdan qutulamiz deydi ekanmiz. Biz shundaq bir ixlosmand musulmon ummatiga aylanishimiz kerakki, biz shundaq bir qanoatchan musulmon ummatiga aylanishimiz kerakki, biz dunyo va barliq qo'limizdagi kuch-quvvatni Allah Taala uchun sarf qilishga tirisha oladigan, dunyo va uning barliq bizni aldaydigan ko'rinishleri bizni aldab, o'zimizning Allah oldiki vazifasi, din oldiki vazifasi, musulmon ummati oldiki vazifasi, ibodatimizga bo'lgan mas'uliyatimiz, oxiratligimizga bo'lgan mas'uliyatimiz, o'zimizning Uyg'ur musulmonlari oldiga bo'lgan mas'uliyatimizni unutqizib qo'ydigan holatga kelib qolmasligimiz lozim. Shuning uchun biz haqiqiy qanoatchan bir ummat bo'lib yetilishimiz lozim. İkincisi, biz Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın yardımıga ve şundaqla to'g'ri bo'lgan haqiqatga ve dünya ve ahiretlik g'alabaga erishimiz deydikanmiz. Bizde ixloslik, ya'ni xolis Allah Taala qul bo'lish, xolis Allah rizoligi uchun yaxshi ish qilish, xolis Allah rizoligi uchun yaxshi ish qiladigan bir musulmon guruhi, musulmonlar, millati, musulmonlar ummati bo'lishga tirishchilik qilishimiz kerak. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimdagi A'uzu billah va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa. Ular faqat Alloh taologa dinni sap xolis qilib, haq ustut turib, dinda turishga buyurilgan dedi. Yani haq ustida dinni xolis qilib Alloh taologa ibodat qilishga buyurilgan dedi. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz biz Alloh taologa xolis qulchilik qilishimiz va shundaqla biz haq ustida turishimiz kerak. Yana Alloh taolo deyki: "Qulillaha a'budu mukhlisan lahu dini." degan ey Muhammad, men Allah Taalaga dinimni xolis qilib ibodat qilaman. Ya'ni men mushu bir oy Ramazonda ro'z tutish orqali mening tutgan mushu ro'zamda Allah meni ko'rib turdi deganlikim uchun kishilar ko'miga yadima. Hech narsa yeb olmay, ichib olmay yoki nashayan narsalarni ko'rib yoki nashayan narsa qarab olmay shundoq turgunimdek Allah Subhanahu wa Ta'alaga bundan keyin menga Allah Ta'aladan kelgan dindan iborat barliq taktifatni xolis Allah Ta'alaga, Allah Ta'ala rizoligi uchun shirkdan, bid'atdan, riyogarlikdan, munofiqlik, xoinlikdan va har qandaq bir Allah Subhanahu wa Ta'ala va uning bizga tushirgan hidoyatiga zid keladigan ishni qilishdan xolis holatda, saf holatda men dinimni ijro qilaman, degan bo'ladi. Mana har bir musulmon shunda xolis bo'lishimiz kerak. Yine Allah Subhanahu wa Ta'ala Qur'oni Karimda dedi: "İlla ibadaka minhumul muhlasin." Biz Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın hidayetiga erishib, şeytandan qutulaman deydikanmiz.
çoxum ixlasman bo'lishimiz kerak. İxlasman bo'lsak, mana bu oyatda Alloh degandek, Alloh taolo shaytonning ig'izidan hikoya qilib dediki, shayton shunday deganki, iblis shunday deganki, lekin sening bandalaringni ozdirolmayman. O insonlar ishidan sening bandalaringni ozdirolmayman. Qandaq bandalar? Muxlasin. Ya'ni Alloh taologa niyatini saf qiladigan, Alloh taologa shirk va bid'atni xolis cho'qinadigan har qandaq bir ish qilsa, Alloh taolo rozi bo'ladigan dini ibodat bo'lsin yoki muomala bo'lsin yoki harakat va da'vat bo'lsin, tijorat va har qandaq fan texnikalik bir jamiyatdagi xalq musulmonlar uchun yaxshi ish qiladigan ish bo'lsin, har qandaq bir o'zidagi iqtidorini faqat Alloh subhanahu va taolo uchun xolis qiladigan mushundaq insonlarni shayton azdirolmaydi degan bo'ladi. Hattoki kommunistlar, dinsizlar, Xitoylar va barliq Allohning dushmanlarimi Alloh taolo xolis bo'lgan musulmonlarni azdirolmaydi. Har birsimizning izib ketmay Alloh roziligi uchun mustahkam turib, oxirgi dunyo va oxiratlik g'alabaga erishishimiz bor. Erishimiz deydi ekanmiz, nima bo'lish kerak? Xolisman bo'lishimiz kerak. Xolisman bo'lsak, mayli jinniy shayton bo'lsin yoki insoniy shayton bo'lsin, bizni azdirolmaydi qarindoshlarimiz. Hozir dinsizlar 1 oylik, 2 oylik, 3 oylik, 4 oylik yoki 6 oy oxirisi uzartib 1 oy, 2 yil, 3 yil, 15, 20 yilgacha biz tarbiyalaymiz degan nom bilan musulmon qarindoshlarimizni jazolab, dunyo tarixida inson qilmaydigan zulmni qilyotdi qarindoshlarimiz. Mushuning hammasi mushu yomonlikning hammasi nimadan bo'ladi? Bizning azaldan tortib Alloh taolo xolis cho'qinishimiz va xolis amal qilishimizda ojiz kelganligimizdan bo'ladi. Shuning uchun biz Alloh taolo xolis cho'qinsak, har qanday ishimizda Alloh taolo xolis ish qilsak, xolis bo'lgan bir ummatga aylansak, Alloh subhanahu va taolo bizga xolis bo'ladi, bizga yordam beradi. Allah Teala deydi ki, "In tansurullah yansurkum." Allah subhanahu wa taolaga yordam bersanglar, ya'ni Allah Teala xolis iborat qilishga, sizlar davom etsanglar, Allah sizlarga yordam beradi. Allah sizlarning ishinglarni vujudga chiqarib beradi. Sizlar g'alabaga erishsizlar degan bo'ladi. Musulmon qarindoshlarimiz, hozirgi biz yashayotgan mushu davrda biz mushu Ramazondan oladigan foydaninki yana birisi o'z shahvatimizni tizginlash. Alloh taolo Qur'oni Karimdagi A'uzu billah, bismillah. Va amma man khafa maqama rabbih va nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Har qandaq bir odam Parvardigorining oldida turib hisob berishdan yoki Parvardigorining oldida turib jinoyat qilishdan qo'rqsa va nafsini cheklasa, jannat uning joyi bo'ladi dedi. Alloh taologa ishongan, niyati xolis bo'lgan mu'min Alloh taolo bergan aql bilan o'zining shahvatini tizginlaydi va Alloh taolo tushirgan vahiy ilohiga, payg'ambar alayhisolamning yo'l ruhiga, Qur'onning yo'l ruhiga, musulmonlarning dunyo oxirat manfaati bo'ladigan yaxshi ishlarga o'zining ko'nglini, o'zining havasini, shahvatini halol bo'lgan ishlarga bo'ysundirdi. Lekin dinsizlarcha, Xitoylarcha, Allohning dushmanlari bo'lgan Yahudlar, kofirlarcha, mushriklarcha bular o'zining shahvati, nafsini birinchi o'rinda qo'ydi. Ular ma'lum jamoat yo guruh yo millat yoki xalqlarning shahvati, nafsi, xohishini deb nurg'un millatlarni, nurg'un insonlarni, nurg'un yosh kishilarni qurbon qildi, xoni vayron qildi, halok qildi.
o'zining shaxsiy manfaati uchun hattoki hamma narsani, hatto yer sharini vayron qilishga tirishchilik qiladi. Shuning uchun biz nafsimizni, xohishimizni, shahvatimizni Allah subhanahu va taolaning hidoyati bilan boshqarishimiz va shundaqla Allah bizga bergan aql bilan tizginlashimiz kerak. Shunga Allah Qur'oni Karimdagi A'uzu billah allazi qaddara fahada. O Allah o'lchamlik yaratdi. Andın onunğa aql berib, onu to'g'riga başladı. Yani Allah Taala bergan aql bilan biz o'zimizni Allah Taala'nın bizga tushirgan vahiy bilan tizginlaydigan to'g'riga yetaklashimiz kerak. Bizning hayvondan har qanday hayotlikda yashayotgan jonsiz narsalardan bizning farqimiz bo'lish kerak. Yo'lvas yoki shirkabi barliq shahvatlarga bo'ysunadigan insonlar kim o'zidan ojiz bo'lsa shuni yeydi. Ojizlarga hamkorlashish, yordamlashish bularda bo'lmaydi. Hattoki yo'lvas shillarda insonda bo'lgan aql bo'ldigan bo'lsa, ularni bu tajovuzchi kofirlar, ozg'unlar, aqlsizlar, inson qalbidan chiqqanlar, dinsizlar qilgan narsani, qilgan ishni shir yo'lvaslar, hayvonlarni qilmaydi. Shuna Allah Taala bularga deyki: "Wa amma man taga wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa." Allah Taalaga bo'ysunishdan, payg'ambari Muhammad alayhisolatu vasallam akelgan vahiyga bo'ysunishdan chigitni oshgan. Har qanday bir to'g'ri bo'lgan haqiqatga bo'ysunishdan, Qur'on hadisga uyg'un bo'lgan, to'g'ri bo'lgan haqiqatga bo'ysunishdan chigitni oshgan, bo'ysunqul unmagan kofir, uning o'rni do'zax bo'ladi. Haqiqatan o do'zax tushidi dedi. Yana bir oyatda Allah Taala allazina taghaw fil bilad wa aktharu fiha al-fasad fasabba alayhim rabbuka sawta azab. Shaharlarda chigitni oshib zulm, ozg'unlik, tajovuzchilikni ko'paytgan, tarqatgan kofirlar buzg'unchilikni, har qanday bir Allah Taolaning yo'lidan tuzilgan yomon ishlarni, insonlarni dinidan, erkinligidan, axloqidan, odamligidan ayiradigan yomon buzg'unchiliklarni va buzg'unchilik organlarini dunyoda ko'paytib ochadigan shunday kofirlarga Allah Parvardigoring azob qamchisini to'kidi dedi. Ya'ni ularni halok qiladi dedi. Bular bu dunyodami, oxiratdami Allohning azobiga, halokatiga o'xshaydi. Ammo mu'minlar nima dedi? A'uzu billah va ta'awanu alal birri vat taqwa va la ta'awanu alal ismi val udvan. Sizlar yaxshilikqa, ya'ni Alloh taolodan kelgan to'g'ri bo'lgan adolat, nur hidoyat va Alloh taolodan qo'rqish, tajovuzchilikdan saqlanish, musulmonlar va har qanday bir ojiz insonlarni bo'zaq qilishdan saqlanishga hamkorlashinglar. Va la ta'awanu alal ismi val udvan. Sizlar gunohga, tajovuzchilikqa hamkorlashmanglar. Ya'ni sizlarning harakatinglar Allah subhanahu va taolo rozi bo'lgan yaxshilikni kengaytish va Allohdan qo'rqishni, taqvodorlikni kengaytish bo'lsin. Degan mana shunday yaxshi bo'lgan sifatni biz musulmonlarga bergan. Musulmonlarda kuch bo'ladi ekan, musulmonlarda huquq bo'ladi ekan, ularning qiladigan ishi ojizlarning yanida turadi. Ularni to'g'ri boshlaydi. Kuchlilarni haq, adolat tarbiyasi bilan tarbiyalaydi. Ularning zulm qilishdan qo'llarini tutadi. Shuning uchun qarindoshlarimiz, biz tutgan mushu Ramazondan nimani o'rganishimiz kerak? Biz tutgan mana mushu Ramazondan nafsimiz, shahvatimizni tizginlab,
Allah subhanahu wa ta'ala razı bulduğun doğru yolga işitishni öğrenişimiz gerek. Tacavuzchi, dinsiz kafirlarni, g'aribliklarni, Yahud Hristiyanlarni, ularning itiqodini doğrumasligimiz gerek biz. Dünyadaki her kandak yaxshi ish bitgan, Allohni rozi qildigan, dinga foydasi bo'lgan hammani o'rganishimiz va dinga va islomiyatning manfaatiga, musulmon ummatining manfaatiga, musulmonlarning taraqqiyoti uchun, ularning dunyo oxirat baxti uchun va insoniyatning dunyo oxirat baxti uchun ishitishimiz bu bizning mas'uliyatimiz. Allah Qur'oni Karimda allazi xalaqalakum ma fil ardi jami'a. Sizlar uchun zimindagi hamma narsani Alloh yaratib berdi dedi. Lekin biz küfrga, dinsizlikka, bulupmu Allah'ın diniga, İslam dininin karşı iddialarını kabul kılışımız, ya ki onunla hemkarlaşımız, ya ki onun bilen apak çapak buluşumuz, bizge Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın gazibini çürüdüğün, Allah'ın rahmetinden ayrılıp kırıldığın, Müslümanlık namından ayrılıp kırıldığın bir yaman yol. Şunun için kırındaşlarımız, muşu rozuş arkalık biz özümüzün şehvetini azgulluqqa mağdıgan her kandak yoldan tizgillaydigan bir iman, bir akıl özümüzde berpa kılalıgan vaktimizde andın biz bu Ramazan'dan payda algan bulumuz. Hem şehvetinin ikinci türlüki biz özümüzni tizgillaydigan şehvetinin ikinci türlüki her kandak namahrem yamanlıktan tizgillaşını öğrenişimiz gerek. Şunun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mümin erlerge degin, ular közlerini namahremden yumsun, evretlerini zina payidini saklasın. Yine şuna okşaşlam ayallağımı diyen ki sen mümin ayallağı degin, ulamı özünün közlerini namahremden yumsun ve evretlerini saklasın diyen. Demek ki bu biz Müslüman kırındaşlarımız ikinci kılıp xuddi Yusuf aleyhissalatu vesselam şundak zina fahişiga mecburlangan şundak şaraitdimi, özü şundak aciz halatda başkalarının kulluqqa asıp durup zina fahişege mecburlansımı kılmagandek biz yaşlarımız şehvetinin keyine kirmeydigan, zina fahişinin özünü saklap kalaydigan, televizor, telefon, internet torlarda her kandak bizning aqliyatimizni, ruhiyatimizni, bizning imanimizni ajizlashtiradigan ko'rinish, media her kandak bir shahvaniyat filmlaridan, çekim suratlaridan özümüzni saqlab qala olsak, jamiyatda bu özümüzni mu'minlarni yoki insonlarni shahvaniyatga quturadigan insonlar bo'lib qolishimizdan saqlab qala olsak, andın şahvaniyattin özümüzni saqlab qalalıgan haqiqiy mümin bo'la olamiz.